Islom dinida xonadonlarda mushuk boqish haqida qanday fikr va qarashlar bor? Uyda mushuk boqish mumkinmi? Mumkin. Mushuk boqish mumkin, boqilgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom mushukni haqida u sizlarni atrofingizda aylanib yuradigan hayvonlardan deb yaxshi gaplarni aytganlar. Payg'ambar alayhisolatu vassalomning sahobalaridan Abdurrahmon ibn Saxr nomli zot roziyallohu anhu mushuklarni yaxshi ko'rib, ko'pgina mushuklarni boqib yurganlari uchun Payg'ambar alayhisolatu vassalomning taraflaridan Abu Hurayra degan kunyani olganlar. Ya'ni mushukchaning otasi degan ma'noda. Mushuklarni ko'p boqib, o'shalarni yaxshi ko'rib yurganlari uchun shu kunyani Rasul akram alayhisolatu vassalom mazkur sahobiy radhiyallohu anhu ga berganlar. Ana shu ma'noda demak mushuk uy hayvonlari sifatida boqishilishi mumkin. Hech qanday man qilish bu ma'noda yo'q.